Assalomu alaykum obunachilar. Men 2106 topib qo'ydik. 1983-yil. Holatlari yaxshi, motor ходовой, muz korobkasida ishi yo'q. Xo'p, texpasportda yangidan gaz pechatlari bor. Mashinamiz tayyor turibdi, yaxshi holatda. Salonlari, ichlari ham yo'g'i akkuratni qaralgan. Sidinalar 07 sidina. Dehqon akamizdan olyapmiz. Sinalar zo'ridan qo'yib qo'yishibdi. Mana to'nkalar ham yo'q qo'yilgan. Speedometrlarni ham zo'ridan injig'idan qo'yib qo'yishibdi. Orqasi dinalari ham yaxshi ekan. Dehqon akamizdan ko'ryapmiz. Pataloylarni ham Alcantaro deganni boshqachasidan qilib qo'yishibdi. Deflektorlarni ham boshqachasidan ekan. Xo'p, o'zlari qarab minishgan mashina ekan akalar. Orqasi bek ekan. Xo'p, orqalari, vidlari yaxshi, mashina turishlari chiroyli. Xo'p, yonboshlari saka diskada, qimmat diskalarda turibdi. Medikar pultlarigacha bor ekan mashina. Xo'p, temir metan suroylari bor, zapaska baloni bor, benzinga ham yuradi mashina. Hozir benzinga minishyapti ekan mashinani. Motor yog' yemaydi akalar mashinani. Xo'p, mosida ovoz yo'q. Korobkasi to'ttali, korobkada ovoz yo'q, skordan tashamaydi. Yaxshi holatda ekan, ichlari ham yaxshi chiroyli ekan. Himchiska qilib chiroyli qilib olish kerak ekan. Akkumulyatorlari yangi. Xo'p, lanchronlari butun-butun, taylari ham butun, antifrizga moslangan mashina. Signalizatsiyalari bor. Hozir benzinga minib yurishibdi ekan, gazlari yo'q. Xo'p, metan, temir metani bor, lekin gazlari yo'q. Xo'p, balonlari yaxshi holatda, 4.8 ga bir xilda. Holati chiroyli mashinani olib minadigan holatda ekan. Xo'p, tumbalariga keladigan bo'lsa, tumbalari ham butun-butun, chirim netib ketmagan. Taylari ham butun-butun ekan. Xo'p. Mana shu holatda mashinamiz mana orqalaridan, yonboshidan mana shu holatda mana taylari ham butun mashina, tumbasi butun-butun. Xijolatchilik joyi yo'q. Mashina 1983-yil akalar. Xo'p, akamiz bilan gaplashuvdik, 18 million so'm deyishyapti. Bo'lishini o'tib berasam bo'ldi, xo'p bo'ladi, o'tib beramiz deyishyapti. 18 milliondan o'tib berishar ekan akalar. 1-2 million ehsonli joyi bor ekan, o'tib berishadigan joyi bor ekan akalar. 07 bakovoylar, 07 ayniylar qilib bergan. Ayniylari chiqib tushishi kulli chatirda ekan, knopkali. Medikar pultlarigacha bor. Nomlaringga o'tish, daveriniz, generalniy hamma narsa bitadi akalar. Xo'p, mashina Marg'ilon shahrida turibdi hozirgi momentda. Nomerlariga keladigan bo'lsa, aka nomeringiz nechi edi? 91 663 3983. Ash nomerga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa maza qilib minadigan mashina. Sog' bo'lasizlar. Dastavka xizmatlarimiz ham bor, yetkazib ham beramiz akalar.